Sizni didingizga mos bitta 2 xonali 60 kvadrat metrga tushgan novostroyka topib qo'ydim. Plani ham sizga mos, hamma xonalari alohida razdelli ekan. Keling, oshxona qismidan boshlab ko'rsatib o'taman. Oshxonasi ham siz xohlagandek kengina, mana shu joyda o'zida stol qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Kuxnya mebellarini qarang, qanaqa chiroyli qilib o'rnatib qo'yishgan ekan. Xo'p, mana bu joyda общий sanuzelimiz joylashgan. Kengina o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Yotoqxonasini aytmaysizmi? Aynan siz xohlagandek kengina bo'lib joylashgan. Qarang, duq spanlilarni chiroyli qilib o'rnatib qo'yishgan. Mana bu joyda shkaflargacha tayyor holatda turibdi. Xo'p, endi mehmonxona qismini ko'ramiz. Mehmonxonasi ham kengina. Mana bu yoqda mягкий mebellarni qo'yib qo'yishgan, pardalari ilingan, televizor zonalarini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin va narisnoy balkoni ham mavjud. Xullas kalom, mana shu xonadonimizda sotilyapti. Uchtepa tumani O'rikzor Residence turar joy majmuasida joylashgan. 16 qavatli binoning 7-qavatida 63 kvadrat metr, 73.500 AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor.